Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, assalomu alaykum hurmatli podpisчикларimiz. Bugungi ish jarayonimiz xudo xolasa Qoratepa bo'ladi. Qoratepa yaxshi bir akamiz uylariga H9s 4G sim kartali, ham Wi-Fi li, ham sim karta ham ketadigan kameramizda qo'yib beramiz. Xotiralari 64 lik bo'ladi. 10 kunlik zapislari bilan birga korobkalar bilan simlarni ichiga qilib beramiz. Ish jarayonimiz kuzatib boraveringlar. Kim kasbi kordan charchab to'shagida yotsa, charchab kelib uxlab qolsa, tunni gunohlari kechirilgan holda o'tkazadi deb Imom Tabaroniy rivoyatida Rasululloh aytibdilar. Halol mehnatdan charchab horib qolgan holati bandaga Allohga eng xush yoqadigan holat. Hattoki shunaqa fatvolar bor, bandani nafl ibodatdan charchab horib qolgan holatidan halol mehnatdan charchab horib qolgan holati Allohga xush yoqar ekan. Yaxshi. Ha, yaxshi. O'lchov. Hurmatli obunachilarimiz, ko'rib turganlaringizdek, ish jarayonimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kamerani ko'rsatasiz, kameramizni o'rnatdik. H9s sim kartali ham Wi-Fi li kameramiz. Bitta shuni